Assalomu alaykum. Tadbirkorlar, bugun 26-mart. Qoraqalpog'iston tumanida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazmoqdamiz. Qurolbank tomonidan mahallaga biriktirilgan vakilman. Qurolbankning yangi mahsulotlari haqida sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biznesga bir qadam mahsulotimiz bor. Bu necha million edi? Avvalgi hozirda 25 million so'mgacha etib belgilangan bu narsa. Biznes bank qilgan fuqarolarga tadbirkorlikni boshlash uchun 25 million so'mgacha miqdorda plastik kartasiga tashlab beriladi. Ikkinchi mahsulotimiz bu mahalla loyihasi tartibi bu 50 million so'mgacha beriladi. Har bir fuqaroga, biznes bank qilgan fuqaroga tadbirkorlikni boshlashi yoki mavjud tadbirkorlikni davom ettirish uchun 50 million so'mgacha plastik kartasiga tashlab beriladi. Bu narsani olish uchun bank qilinadi va yoki sug'urta garotan sifatida sug'urta kafilligi berish mumkin. Kredit muddati 4 yil, yillik foizi 25%. Yana bundan tashqari yuridik mijozlar uchun ham kreditlarimiz mavjud. Yangi tashkil etilgan yuridik mijozlar yoki mavjud bo'lgan yuridik mijozlarga tadbirkorlikni davom ettirish uchun ham beriladi. Daromadni ko'paytirish uchun ajratiladi.